Assalomualaikum YouTube kanalımız obunaçilari. Yana bir usta o'tganmiz. O'zlarimizning Bag'at tumanidan bo'ldi. Shunga yetib kухня mebel ishlab berdik. Kухня mebelni ko'rishingiz mumkin. O'rta qismini oq svetda, balandchi qismi bilan past qismini kapuchino svetda ishlab berdik. Kухня mebelimiz общий 4 metr bo'ldi. Balandligi 2.60 bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Общий 12 million so'mga bitgan kухня mebel. 1 metrni 3 million so'mdan ishlab berdik. Şu bahaga no'nlar qo'yilganini qo'ldan kelgancha qisqacha tanishtirib o'tsam. Ko'rishingiz mumkin, akrillari eng yaxshi akrillardan qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin, tip-tiniq, ichkarida defekt yo'q. Yuz qismi buning plastmassa bo'lmaydi, shisha tovar bo'ladi, qirilmaydi. Ko'rishingiz mumkin, mexanizmlari Turkiyaning Summit firmasiniki, stollari eng yaxshi stollardan, Eronning stollaridan qo'yib berdik. Index stol, qalin stollardan ishlab berdik. Mo'nkalardan kelsak, eng yaxshi mo'nkalardan, full mo'nkalardan ishlatib, suvlarni ulab taxlab berdik. Ko'p funksiyali mo'nkalardan. Pastki qismini bonus sifatida musor idishiga, balandchi qismini shu shirkalarni qo'yib berdik. Ustki qismini polkalarni ko'rishingiz mumkin, chotki bo'lib chiqdi. Tartmalardan kelsak, mexanizmlar tandem bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, ichki qismi laminat bo'ldi. Bemalol 30-40 kilogacha ko'taradi. Skritli mexanizm, ko'rishingiz mumkin, vakuumli bo'ldi. Bir qismida kafelonlar o'zini materialdan partiklarni qo'yib berdik. Berlarni, led lampochkalarni ulab taxlab berdik. Ko'rishingiz mumkin. Şimdi chotki bo'lib chiqdi oshxona mebelimiz. Birlarni pechka uchun joy qoldirdik. Hozircha shu pechkada qo'yib turiblar. Ullu pechkaga место qoldirib ketdik. Birlarni shkafcha qilib berdik. Birlarni gaz balonu uluvajlarda qo'ysalar bo'ladi. Balandchi qismini polkalar qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Mebelimiz yozuvlar ham chotki bo'lib, ideal bo'lib chiqdi. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Ekranda telefon raqamlarini qoldiraman, bemalol telefon zakaz berishingiz mumkin. Zakazlarimiz aparib ustanobga besplatniy bo'ladi. Barib razmer olish ham besplatniy bo'ladi. Xorazm bo'ylab boshqa viloyatlarga kelishilgan narxlarda bo'ladi. Hozirgi kunda bu yil 2026-yildan boshlab boshqa viloyatlarga ham dastlabki xizmatlarni yo'lga qo'yamiz. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, keyingi videolarda o'tib bermasizlar. Bundan ham boshqa mebellarda ustanobga jarayonlarni o'tib bermasizlar. Hammaga rahmat.